Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Hozir montaj qilishni o'rganamiz. Video davomida ko'rib boraveramiz. Avvalambor internet kerak bo'ladi. Internet orqali nimaga kirasizlar? Play Marketga kirib, InShot programmasini sotib olasizlar. Menda уже bor, tepada Telegram, WhatsApp, 3-turda InShot. Shunga giramiz. Montaj etishni o'rganamiz do'stlar. Giramiz. Girgandan keyin video. Birinchi video, ikkinchi foto, uchinchi xullas ana shunday. Videoga giramiz. Girgandan keyin sizlarga eng oson videomni qo'yaman, shu o'zim. Proba uchun bu. Girdik. Keyin girdik. Bunda birinchi uchorta InShot degan yozuv chiqib turibdi bunda. Ko'rdingizlarmi? InShot. P'sida bosamiz. Бесплатный снят degan yozuv chiqadi. Ana shu InShot degan yozuvni yo'qotish uchun бесплатный снятni bosamiz. Bu yoni 7-8 uzog'i 7-8 sekundda yo'qotadi. Durish kerak, sabr qilish kerak. Yozuvni yo'qotib beradi. Keyin дополнительный video yuklasang, menga plus qo'shsangiz ham endi chiqmaydi u. InShot degan yozuv chiqmaydi. Keyin ham bu videoni nimaga yuklayacaksiniz? Noga? Instagrammi, YouTube'mi? Bunda chetda. Birinchi turda host deb yozib qo'yibdi. Ikkinchi audio, ikkinchi sticker. Uchinchi sticker. Birinchi host HOLST. Ikkinchi audio, uchinchi sticker. Text xullas. Birinchisine giramiz. Host giramiz. Biz hozir bu YouTube uchun katta masshtabda o video bu. Bunda ko'rdingizlar, Instagram uchun 1:1lik, 4:5lik Instagram uchun. Bunda 9:16 short videolar uchun TikTok uchun. Bo'ladi bu videolar. Qolgani bari ketaveradi. Instagram ketaveradi Bizlere YouTube uchun kerak 16:9likda montaj etamiz bu videoni. Nechun desa yotiqini olingan bu. Telefonni yotirib olamiz Shunga bosaman Ulaydi, to'g'rimi? Endi bunda host strelka bor. Strelkani bosamiz. Strelkani bosgandan keyin endi bu yerda udalet. Xullas montaj etish kerak. Bunda lishniy yerlarni qirqish kerak. To'g'rimi? Cho'lashgan yerlari bo'lishi mumkin, boshqalari bo'lishi mumkin. Shularni qirqish kerak. Bir. Assalomu alaykum. Bir degan yerni qirqib tashlash kerak, to'g'rimi? Bir. Assalomu alaykum. Shu yo'q. Bir-birni qirqamiz hozir. Bir. To'xtatdik. Stop. Keyin bunda ne bor? Razdelit. Bunda qaychini belgisi bor. Qaychini belgisidan keyin 4 razdelit, undan keyin udalet degani bor. Biza hozir shu yerni boshini qirqish kerak. Razdelitni bosamiz bir marta. Bosdik. Endi biza 1 degan yerni qirqishimiz kerak. Qayerni? Shu yerni qirqish kerak. Bir. Assalomu alaykum. Stop beramiz. Stop. Bu yerni qirqadigan bo'lsak, bu yerni bosamiz Yo'q, biza qaysi yerni qirqish kerak? Bu yerni udalet etish kerak. Shuni ustuna bosdik. Endi udaletni bosamiz qarab turamiz endi. Assalomu alaykum. Shu montaj chiroyli ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Ko'rdingizlarmi? Oradan qirqish ham shunday bo'ladi. Keyin filtr, keyin yozuv yozish, tekst. Tekstni o'rganamiz hozir. Kamoliddin Atabayev. Tekstni yozdik. Endi mana kichiraytiramiz. Kichiraytirib, logoped etib, bu chetga qo'yib qo'yamiz. Chiroyli qilib Endi men to'g'ri aytdim, logopedmi? Bu shu yozuvda xullas. Ko'rdingizlarmi? Xolos, keyin
Yazının üstüne basasılar yine. Yazının üstüne basasılardan üstünden basıp kolunuzu indi bir yana tartasız. Acıratmayın durasız. Yine. Hem yerinde çıkadı on oldu. Yine. Yine. Gördünüz mü? Hem Assalomu alaykum. yerinde yazı çıkadı yine. Çamadan. Yine tabi oldu. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli Bu obunachilar. proba uchun yine. Gördünüz mü? Gördüğünüz video tayyor. Yana nechta savollaringiz bor. Keyin strelkani bosasizlar, bunda export degan yeri bor. Yine masshtabni ko'rasizlar. 180 mi? Yo'q. 720 da montaj etaverasizlar. 720 ga qo'yasizlar razmerini yine. Hammasini exportni bosasizlar, yetadi. Сохранить bo'ladi. Bo'ldi, всё. Oxirgi shu variant exportni bosasizlar, bo'ldi. Ana shunday do'stlar. Buni ko'proq do'stlaringizga yangi bloger bo'lajak bo'lgan do'stlaringizga tarqatib qo'yamiz do'stlar. Esa e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bir like'larni bosib, savollaringiz bo'lsa bemalol ya'ni yozib qoldirasizlar. Kommentariyada yozib qoldirasizlar yoki bo'lmasa telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Esa e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.